Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Men sizlarga vaqti super uy topib qo'ydim. 72 kvadrat, 3 xona, 100% remontda, 100% jihozlari, mebel texnikalari bilan va 21 kvadrat balkoni ham bor. Hozir men sizlarga hammasini ko'rsataman. Xo'p, biz qayerda turibmiz? Xon saroyi eng omadli loyihalaridan biri Mirobod tumani, Qo'yliq massif 2 da turibmiz. Bu yerda ikkitalar maktab bor. 31 midi? 31-maktab mana to'g'risida. Bunisi 263-maktab va bu yerda ikkita uchtalar bog'chalar bor. Xullas, massif atrofida o'zi bitta dona xonsaroy zo'r loyiha qurgan. Aynan shu S blokidan men sizlarga zo'r uy ko'rsataman. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bitta obuna bo'ling. Videoga hozirdan bitta like bosib, kommentariyada menga ham shunaqa zo'r joylardan, Mirobod tumani eng yaxshi tumanlardan bittasi, Qo'yliq degani bilan Qo'yliqning eng zo'r joylaridan birida turibmiz. Ichkarini ko'rsataman, havas qilib menga ham shunaqa zo'r joylardan yaxshi uylar nasib qilsin deb yozorgan har bir obunachimga bundan zo'r uylar nasib qilsin. Narx-navolarni va batafsil ma'lumotlarni ichkarida beraman. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, bu ahranli zona ekan o'rtoqlar. Bu yerga begona odam kira olmaydi. Bola chaqangiz maza qilib yashaydi, bexavotir yashaysiz. U begonalar yurmaydi bu yerda. Demak, ichkariga kiramiz. Ahranli zona dedim, mana ko'ryapsizlar, ichkariga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kiruvchini ham ko'rdinglarmi, qanaqa chiroyli, zo'r joy. 6-qavatda edi. 6-qavatga ko'tarilamiz. O'rtoqlar, mana liftdan chiqib oldik. 6-qavatdamiz. 279-xonadon sotilyapti. Kelinglar, birgalikda ichkariga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, kirib kelishimiz bilan uzun koridor bor, mebel texnikalari qoladi va hech qaysi joyga Xitoy narsasini ishlatmaganman, hamma narsani sifatli ishlatganman dedilar. Xo'p, chap tarafimizda katta mehmonxona bor. Mana kelinglar. Mebel texnikalari bor bu yerda. Lyustralarni ilganlar, hech narsaga Xitoy mahsulotini ishlatmadim deyaptilar. E'tibor berasizlar. O'zi Xitoyga ham sifatli, lekin bular undan ham sifatlisini qo'ygan ekanlar. Hattoki televizorlar va barcha parda gilamlar, mebellar hammasi qoladi. Bu yerdan orqaga balkonga chiqsangiz bo'ladi, lekin men sizga boshqa joydan balkonni ko'rsataman. Xo'p, bu yerda mana dekorativ oynalar qilganlar, remontini ham zo'r qilgan ekanlar. Bu yerda bolalar yotoqxonasi bor. Bemalol bitta farzandingiz, misol uchun o'g'il bola farzandingiz joylashib olsa bo'ladi. Xo'p, bu tarafda mana eshiklarni ham baqvat, o'shaganinglarning o'zida sifatini bilsanglar bo'ladi. Bu yerda mana sanuzel joylashgan, remontlarga e'tibor beringlar. Juda ham sifatli mahsulotlardan remont qilgan ekanlar. Xo'p, bu yerda razdelniy hojatxonasi bor bu yerda mana. Bu yerda hojatxonasi. Bir-birini kutib qolish degan narsa bo'lmaydi, o'rtoqlar. Xo'p, menga juda ham yoqdi ushbu xonadon. Bu yerda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Buni ham mebel texnikalari qoladi. Uyi remontlari menga juda ham yoqdi. Ranglari ham yorqin, ochiq ranglardan foydalanganlar uchun zo'r. Bu yerda mana oshxona joylashgan. Oshxonaning ham mebellari, texnikalari, hamma narsasi qoladi. Hattoki bu yerda mana ayollar uchun kerak bo'lgan narsa, o'zingiz tushunasizlar, idish-tovoq yuvish, avtomat yuvadi va bu yerda polni 100% tupli pol ekan o'rtoqlar. Mana bu texnikalarni qo'ygan ekanlar mana. Sifatli mahsulotlar, buni brendini yozib ko'rsanglar, o'zingizlar Google'dan ham ma'lumot olsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerdan balkonga chiqamiz. Xo'p, mana balkonga chiqsangiz 21 kvadrat balkoni bor. Boya aytib o'tdi, mana samolyot uchib ketyapti mana. Samolyot uchib ketishlarini ham shu yerdan ko'rasiz. Ovozlari unaqa eshitilmaydi, chunki samolyot uchish joyini biz tegida emasmiz, biz uzoqdamiz. Mana Daniel Hill mehmonxonasi ham ko'rinib turibdi o'rtoqlar. Bemalol Toshkent City, Neston ko'rinyapti, Pyramid Tower ko'rinyapti. 6-qavatdamiz. Mana bu o'zini balkoni 21 kvadrat balkonga ega. Bu yerda mana o'tirib choy ichsangiz ham bo'lar ekan. Hattoki spanlidan ham, bolalar yotoqxonasidan ham bemalol chiqsangiz bo'ladi. Bu yerda kofe ichish uchun ertalab, kechqurun maza qilib ochiq havoda o'tiraman desangiz, bu yerda o'tirsangiz ham bo'lar ekan. Mana bu maktab stadioni bo'lsa, bunisi bo'lsa, blogerlar kelib o'sha chempionat qilishdi-ku. Xuddi o'sha chempionat bo'lgan stadion shu yerda. Agar obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosing. Shu yil o'zida 2026-yil tugagunga qadar 100 ming obunachi bo'lishni orzu qildim, niyat qildim. Siz obuna bo'lsangiz, men tez kunda ushbu niyatimga yetaman. $107 ming so'rashyapti, 100 mingga berishmagan o'rtoqlar. Shuni inobatga olinglar. 100 mingga klient bor, qo'shnilar so'rab turibdi, 100 mingga berishmadi. 107 ming so'rayaptilar. O'tib berarlar, kelishtirib berarlar, pastdagi nomerlarga telefon qilib bog'lanib, savdolash xarid qilib qolsangiz bo'ladi. Menga ham obuna bo'ling, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, agar keyingi videolar o'tib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Tez kunda 100 ming bo'lishni xohlayapman, orzu qilyapman. Siz
bunga sababchi bo'lishingiz mumkin. Kommentariyada duo qilib, menga ham shunaqa o'ylar nasib qilsin deb yozib olgan har bir obunachimga bundan zo'r xonadonlar nasib qilsin. Demak, keyingi videolarda, keyingi boshpanalarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.